Shu rasmga qarab bu qaysi shaharligini aytib berish mumkinmi? Ko'rinishdan bu Shanxay, Pekin, Tokio, Seul yoki Singapurga ham o'xshab ketadi. Bu o'sha O'zbekistonda ko'pchilik qo'rqadigan davlat, Xitoy davlatini o'rtasida joylashgan Chongqing shahri. Bu gal qo'rqish uchun yetarlicha asoslar bor, chunki bu haqiqiy monster shahar. Shaharga qadam qo'yishingiz bilan sizda gigantomaniya boshlanadi. Shahar masshtabi sizga har tomonlama bosim o'tkazishni boshladi. Haqiqiy betonli jungli nimaligini butun taningiz bilan his qilishni boshlaysiz. Ko'zlaringiz bilan ko'rib turgan shu atrofingizdagi narsalarni miyani qabul qilish qiyin bo'lib qoladi. Bu joy haqiqiy arxitekturaviy shedevr. O'zining yangi texnologiyalari bilan любой shaharni orqada qoldiradi. Bunaqangi shaharni boshqa hech qayerda uchratmayman. Siz ham uchratmaysiz. Bunaqangi joylarni ko'rib birinchi beriladigan savol: nahotki shu domlada odamlar yashasa? Bola chaqa katta qilsa, uy ro'zg'or, kimdir o'qishga, shu podyezddan chiqib ketadi, kimdir ishga. Nima uchun bu gaplarni gapiryapti desangiz, bilmadim. Men ko'zlarim o'rganmagani uchun buni hammasi qanaqadir dekoratsiya tuyuldi. Birinchi hissiyotlar aynan shunaqa, xuddi bir shahar turistlar uchun qurilgandek. Baland binolari hammasi qanaqadir kartondan qilingan, hammasi dekoratsiya tuyulib qoldi. Chunki bunaqa bo'lishi juda ham qiyin rostga kamiga. Shu joylarda yashaydiganlarga beriladigan eng muhim savol: qachon sizlar bunaqangi shaharni qurishga ulgurdinglar? Nima uchun bizning xabarimiz yo'q? Biz bu vaqtlarda nima qilayotgandik? Ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa shahar tirik. Hech qanaqangi bir sun'iy, aynan turistlar kelishi uchun qurilmagan. Yoki bir sezon paytida odamlar ko'payib, keyin kamayib ketadigan joy emas. Chongqingga yana boshqa shaharlarga o'xshamaydigan bir tomoni, u notekis relyefda joylashgan. Siz har doim yoki tepaga yurasiz, yoki pastga yurasiz. Tekis yerni topishi deyarli iloji yo'q, chunki shahar tog'li hududda joylashgan. Shahar atrofiga qarasangiz, chiroyli tog'lar bilan o'ralgan. Lekin shunga qaramasdan bir-biridan baland binolar ko'p. Bir tomondan eski binolar, bir tomondan yangi, zamonaviy baland oynali ofislar, gorizontal binolar. Bunaqa formadagi zdaniya faqat Singapurda bizga kerak deb o'ylagandim. Singapur ham kopeyka bo'lib qopti. Shaharni xohlagan nuqtasidan o'z uchun obzorniy plashatka topsangiz bo'ladi. Bu shahar uchun odatiy hol, chunki tepadan ko'rishga arziydigan manzara ochiladi. Chongqing shahrida osmono'par binolarni qidirib o'tirishingiz shart emas. Har tomonga qarasanglar osmono'par bino. Ulardan bittasiga chiqib ko'ramiz. 520 metr balandlikka. Mana shu binoga. Balandligini-chi? Oho. Tepaga chiqib manzarani tomosha qilishimiz uchun odam boshiga 100 ming so'mdan pul olishdi. Endi bu joy pulga arziydimi yo'qmi, manzarani tomosha qilib, o'zingizlar bitta baho berib ko'ringlar. Juda ham zo'r manzara ko'ryapti. Voh. Ha, bu joyimiz vertolyot qo'nadigan plashatka ekan. Ana endi shaharni ko'ramiz. Wow! Shahar shu darajada kattaki, qaranglar, gorizont ko'rinmayapti. Gorizont, ko'zingiz tushadigan joyi ham bitta qarasangiz, yana shahar ketadi. Bu yog'iga yana shahar bo'lib ketgan. Juda ham katta shahar. Ma'lumot shu o'rtoqlar, biz 520 metrli bino ustidamiz. Bu 67-qavat taxminan. Bizdan ozgina baland binomiz, mana shu to'g'rimizdagi bino ekan. Sal 5-6 qavatga balandroq. Kichkina odamlar tepadan umuman boshqa ko'rinar ekan. Nimagadir bu shaharda eski binolar bilan yangi binolar yopma-yon qurilgan birdaniga. Bizda eski hududlar sal chetroqda, yangilari sal bunaqaroq. Bu yoqda eski bino, yangi bino, eski bino, yangi bino. Hayron qoldiradi. Olasizmi? Bir tomonda shahar o'rtoqlar, ikkinchi tomondan tog'lar ko'rinar ekan. Yonimizda shundoq qilib. Tepalarda
haykallar bor ekan. Budda haykallar adashmasam. Vau. Agar shahar yonida tog'lar bo'lsa, juda ham chiroyli manzara bo'ladi. Ayniqsa kechqurun bu yoqlardan shunaqangi bir tomosha qilsa bo'ladigan joy bo'ladi. Baxtliman, nima deydi? Mazza qilyapti odam shu narsalarni tomosha qilib. Voy. O'zbekistonda ham mana shunaqa joylar bo'lishini hukumatdan so'rab qo'ygan bo'lardim. Tasavvur qiling, ertalab uyg'ondingiz. Uyingiz oynasidan bitta qarasangiz, dunyodagi eng zamonaviy, eng texnologik delovoy rayonda turibsiz. Pasingizda Yanzli daryosi, katta kemalar suzib yuribdi. Salgina teparoq qarasangiz, bir-biridan chiroyli tog'lar ko'rinib turibdi. Nima deysiz? Yashash uchun ideal lokatlarmi? Shahar juda ham zichligi va kattaligi uchun qaysidir ma'noda xohlagan nuqtangiz siz uchun sentr bo'lishi mumkin. Shuncha qurilish yetmaganda Xitoyliklarda to'xtash degan narsa yo'q. Har doim yana ham zo'rroq, yana ham chiroyliroq qilsa bo'ladi degan qoida bilan yashashadi. Bularning muvaffaqiyat siri shunda bo'lsa kerak. Har doim yuqoriga intilish. Ana endi bitta tasavvur qilib ko'ring, ko'rib turgan shuncha zdaniya kechqurun yonib tursa. Nima deb o'ylaysiz? Qanaqangi manzara ochilgan bo'lardi? Uni kech bo'lganda albatta ko'ramiz. Hozircha esa birinchi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan joyimga qarab yo'l olamiz. Birinchi lokatlarga borguncha shaharning bir ko'chalariga ahamiyat berib ko'ringlar. Xitoycha maqtash niyatida emasman, lekin maqtamasdan ham iloji yo'q-da. Ko'chalar top-toza, yo'li tekis asfalt. Hamma joy yam-yashil, o'rmonda yurgandek bo'lasiz. Yana shaharning o'rtasi emas, hamma joy shunaqa. Butun Xitoy shunaqa. Xohlagan joyingizga borib ko'ring. Chinniday top-toza qilib qo'yilgan. Xitoylarning o'ziga keladigan bo'lsak, ular juda ham mehribon, bizga har doim kulib turadi. Ko'chadagi xohlagan odamingizdan yordam so'rasangiz bo'ladi. Turist bo'lganingiz uchun hamma sizga yordam berishga harakat qiladi. Xavfsizlik masalasi bo'yicha Xitoy birinchi o'rinda desa ham bo'ladi. Yarim kecha soat 3 da bir chemadan puli bilan ko'chaga chiqib yursangiz, birov sizga barmog'ini uchini ham teqilmaydi. Bunisiga garantiya. Statistika bo'yicha ham bu shaharda eng ko'p kamera joylashgan shahar hisoblanar ekan. Shuning uchun bemalol qo'rqmasdan kelaverasiz. Ko'rsatuv boshida aytib o'tganimdek, cho'nchingda har doim tepaga yoki pastga yurasiz, ayniqsa metroda. Aytishlaricha, eng chuqur metroga bo'lgan tunnel ham shu shaharda joylashgan. Lift bilan eskalator sizni eng yaqin do'stingizga aylanadi. Undan har doim foydalanasiz. Har doim. Shahar balandpastligiga qaramasdan juda ham katta metro qurilgan. Umuman qarasangiz, xohlagan transportingizdan foydalansangiz bo'ladi. Xohlasangiz avtobus, xohlasangiz taksi, hammasidan bor. Sizlar bilan boradigan birinchi lokatlarimiz sentrdan sal uzoqroqda joylashgan. Metroda boradigan bo'lsa, yarim soatda yetib olsak bo'ladi. Mana bu bizning operatorimiz. Operator. Mana birinchi lokatlarimizga ham yetib keldik. Tanishinglar, o'zini o'rmoniga ega savdo markazi. Bu joy ko'rsatmasligiga ozgina o'ylanib qolgandim, lekin baribir ko'rsatishga qaror qildim. Chunki bu joy shaharning qanchalik xilma-xilligini ko'rsatib beradi. Tinib tinchimagan Xitoylarning miyasiga yaxshigina bir fikr kelgan. Keyin Stargold Center o'rtasiga o'rmoncha qilamiz, o'zini sharsharasi bilan. O'shanda odamlar to'la bo'ladi deyishgan. Mana natijasi. Yerga bir tala daraxtlarni, gullarni ekish qiyin emas. Bunaqa narsalarni hamma ham qila oladi. Lekin haqiqiy daraxtlarni osmonda osilib turishiga besh ketmasdan iloji yo'q. 5 metrdan oqib turadigan sharsharaga prosta wow. Nima bo'lganda ham shunaqangi bir go'zallik ko'rganimdan mamnunman. Konkurensiya degani aynan shu bo'lsa kerak.
Bugungi kunda odamlarni o'ziga chaqirishingiz uchun bitta binoni qurib, uni ishga tushirishni o'zi kamlik qiladi. Vaqt o'tgani sari odamlar aynan sizni tanlashi uchun yangi bir g'oyalardan, yangi bir usullardan foydalanishingiz to'g'ri keladi. Agar o'zingizda qanaqadir ideya bo'lmasa, bemalol shunaqangi bir go'zallikni g'oya sifatida o'g'irlashingiz mumkin. Judayam chiroyli, judayam chiroyli. Ayniqsa o'sha osmondagi bir daraxtlarni bir osiltirib qo'yganlari umuman ta'rifga til ojiz. Kelib ko'rishingizni maslahat beraman faqat. Bu joylarni ko'rib, Avatar kinosi esimga tushib ketdi. Odamlarning ko'pligini ko'rishinglar mumkin. Hamma shu joylarda rasmga tushish bilan ovora, odam chaqirish uchun qilingan noodatiy g'oya haqiqatdan ham ish berdi. Odamlarni ketilmayapti. Lekin baribir shu sharsharasiga besh ketdim. Baribir suv ovozi boshqacha bo'lar ekan. Bu savdo markazimizning boshqa joylari hamma joylar bilan bir xil. Oziq-ovqat, kiyim-kechak, parfyumeriya. Xitoyda menimcha hamma brendlarning filiallari bo'lsa kerak. Ko'pchiligi o'zimizning xalqimizga ancha tanish brendlar. Orada juda ko'p menga notanish brendlar ham bor ekan. Crocs, men uni вообще brendligini bilmasdim. Oddiy tapchka nom bo'lsa kerak deb o'ylardim. Yashursak ko'rarkanmizda deganlaridek, ko'z ko'rib quloq eshitmagan brendlarni ham shu yerda ko'rdim. Shu bilan keyingi lokatlarimizga qarab yo'l olamiz. Bu lokatlar nomini uy ichidagi metro deb nomladim. Albatta shuncha odam bekorga yig'ilib turgani yo'q. Bu joyni ko'rish uchun uzoq-uzoq joylardan kelishadi. Shuncha odam nima uchun yig'ilib turgani sababi bu o'sha Instagramni portlatib yuborgan, butun dunyoga virus tarqagan video. Bu o'sha monorail. Bino ichidagi metro. Sizlar uchun qisqagina bir ma'lumot. Bu joy birinchi marta internetdan ko'rganimda o'sha Instagramdan. Bu joy aynan turistlar kelishi uchun qurilgan bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Yana qo'shimchasiga bu haqiqiy arxitekturaviy shedevr. Shunaqangi bir og'ir konstruksiyaga ega bo'lgan bu metroni 20-25 qavatli odamlar yashaydigan bir uyni ichiga bir bekat qilish, bilmadim, aqlga sig'dirish juda ham qiyin. Bu kadrlarimiz xuddi shu binoning orqa tarafidan ko'rinishi, tipichniy Xitoy mahalla. Bir tali odamlar, shovqin-suron, mashina, avtobus, hamma narsa bor. Kelmoqchi bo'lganlarga eslab qolinglar. Metro bekatimiz nomi Liziba bekat deb nomlanadi. Metroning kelishini qarang, orqasidagi fonli tvistni. Bu shaharni kelajak shahri, haqiqiy kiberpunk deb ham nomlashadi. Aglomeratsiya bilan hisoblaganda bu shaharda 36 million odam yashaydi. Butun O'zbekiston aholisidagi gap. Bekorga bu joyda odamlar ko'p emas. Asosiy turistlar Xitoylarning o'zi. Odam juda ham ko'p o'rtoqlar. Hamma metro bilan rasmga tushgani kelgan. Juda ko'p. Minglab odamlar, tumonat odam. Joy yo'q oyoq qo'yishga. Ko'rdinglarmi ijtimoiy tarmoqlar kuchini? Birgina Instagramdagi video minglab odamlarni o'ziga chaqirishi mumkin. Keling, xuddi o'z o'sha turgandek atmosferani bitta his qilib ko'ring. 你到这边来没？不然他不知道是谁。我跟他交代一声。啊，没拍到了。你过去了。对，你过来拍吧。现在是上。 Hamma ham trendda bo'lish xohlaydi. Hamma rasmga tushgan, videoga olgan.
Mana ham boshqalardan qolishmaydi. To'rtta odam yig'ilgan joy borki, Xitoylar nimadir sotish bilan ovora. Aytishlari bo'yicha savdo-sotiq o'zbeklarning qonida bor. Aha. U savdo-sotiq qonida bor bo'lgan o'zbeklarga Xitoylar donorlik qilgan bo'lsa kerak. Xitoylar ishonavering, hamma narsani hamma joyda, hamma vaqt sotishga harakat qiladi. Mana shu turistlar yig'ilib turadigan joydan to bekatgacha 7 qavat eskalatorda ko'tarilish kerak. Bilasizmi, birinchi qavatdan 7-qavatgacha nima joylashgan? Albatta, savdo-sotiq qiladigan joy. Kitayskiy shirpatryob, mayda-chuda, suvenirlar, bujuteriya, o'yinchoq, xullas hamma narsa topsangiz bo'ladi. Choy ichib o'tiradigan joymi, massaj qilinadigan salonmi? Yo'q narsani o'zi yo'q. Ayniqsa o'sha odamlar ko'p yig'iladigan joylarda beshinli konkurensiya bo'ladi. Lekin bir savol ko'pchilikni qiynashi mumkin. Kimdir o'ylashi mumkin, mashhurlikka erishgandan keyin bu joy juda ham shovqinli, odamlar ko'p bo'lib ketgan deb, lekin o'sha mahalliy aholi qanaqadir bulardan norozi bo'lib yurganmikan deb o'ylashinglar mumkin, lekin aynan mashhurlikka erishgandan keyin bu joydagi uylarning narxi 4 baravarga oshib ketgan. Mahalliy aholi xursand. Uyning narxi 4 baravar oshganiga. Demak, turizm hamma uchun foydali. Uchinchi lokatsimizga borishimizdan oldin aynan mana shu monorelsdan ochiladigan bitta manzarani tomosha qilishinglarni so'rab qolgan bo'lardim. Bu monorelsimiz tepadan yurgani uchun juda ham chiroyli bir manzara ochiladi bu yoqdan. Bu shahar haqiqatdan monster shahar. Masshtabni ko'rib, wow. Просто wow. Shu metroning o'zidan betonli kanyon deb nomlangan joyga boramiz. Bu nomni o'zimcha qo'yib olganman. Nima uchunligini hozir bilib olasizlar. Mana bu bizning operatorimiz. Operator qat'iy ketyapti. Operator yo'l qidiryapti. Muhim operatorimiz adashmasa bo'ldi. Eng muhimi shu. Mana sizlar bilan yana o'sha Chongqing shahrini yana bir mashhur qilgan joylardan biri. Ko'rinishdan oddiy mahalla, shahari xuddi bir oddiy bir maydoniga o'xshaydi. Ko'rib turishinglar mumkin, lekin bu oddiy joy emas, o'rtoqlar, oddiy joy emas. Internetda ko'p ko'rgan bo'lishinglar mumkin, lekin men sizlarga ko'rsatsam bari boshqacha bo'lar endi. Mana ko'rib turishinglar mumkin, Xitoy oddiy bir o'sha taqiqlangan shahar uslubida qurilgan binolarimizdan biri. Atrofimizda oddiy do'konlarimiz bor. Har xil narsalar sotishyapti. Xuddiki bir shahar maydoni, oddiy. Lekin shundoqqina mana shu devor ortidan pastga qaraydigan bo'lsak, biz 22-qavatdaligimizni shunday ko'rishimiz mumkin, o'rtoqlar. Bu juda ham qanaqadir qo'rqinchli qaysidir ma'noda. Asabi dosh bermaydiganlar bunaqangi joylarga kelmasligi kerak. O'ylaymanki, sizlarning hammanglarning asabinglar bemalol dosh beradi. Mana ko'prik ustidamiz. Ortimda shunchaki maydon. Sakralmasin. Mana ko'prikga ahamiyat beringlar, o'rtoqlar. Oddiy temir balkalardan qilingan. Tushib ketishi ehtimoli
bor albatta. Aynan shu joylardan biri Instagram, TikTok, farqi yo'q, umuman ijtimoiy tarmoqlarni portlatib yuborgan joylardan biri o'rtoqlar, Chongqing shahri. Ko'rib turishingiz mumkin. Oddiy mahalla. Oddiy mahalladan shunday ko'prikka chiqib, shunday pastga qarasak, qo'rqinchli manzarani ko'rishingiz mumkin. Oddiy arxitektura. To'g'rirog'i juda ham qiyin arxitektura. Shaharni bu darajada qurish uchun bilmadim. Odam qanchalik arxitekturani juda ham yaxshi bilish kerak. Juda ham qaytir mustahkam, lekin o'rtoqlar, umuman xavotir olmasanglar bo'ladi. Xitoyda ishlab chiqarilgan binolar, lekin qo'rqmasdan yuraversanglar bo'ladi. Qulab tushmaydi o'rtoqlar. Seysmik holatlari hammasiga javob beradi. Juda ham chiroyli manzara. Juda ham 22-qavatdan 1-qavatga tushib ko'ramiz. Qanaqa bo'lar ekan? Boyagi 1-qavatdan chiqdik. 22-qavat pastga. Yana 1-qavatdamiz. Masshtabni his qilishingiz uchun Xitoylar tog'i ichidan metroni o'tkazib, uni tekislab ustiga baland daryalarni qurib, kichkina hokimiyat maydonchasiga o'xshagan maydonchani qurib, u maydonchadan pastga tushish oson bo'lishi uchun 26 etajga domba qurib, 22 etajdan kichkina ko'prikchalarni o'tkazib, va buni hammasi o'zlari uchun, turistlar kelish uchun emas, o'zlari pastga tushib chiqishlari qulay bo'lishi uchun. Kech tushishi bilan albatta hammani qorni ochadi. Sizni qorningizni to'ydirish uchun ishoning, Chongqingda million xil variant bor. Xohlang Yanzida suzib yurgan o'sha kemalar, ichida restoranlari bilan. Xohlasangiz milliy uslubda qurilgan kemalar, ichida milliy taomlar deb yozib qo'yilgan bo'lsa ham kerak. Xohlasangiz baland zdanyalarni terasalarida ham ovqatlanishingiz mumkin. Lekin men sizlarga dunyodagi eng mashhur va eng chiroyli restoranlardan bittasini ko'rsataman. Bu joyimiz dunyodagi eng mashhur joylardan bittasi bo'lsa kerak. Endi dunyoni bilmadim-u, lekin Xitoydagi eng mashhur restoran lokatsiyasi shu. Kechqurun bu joyi chiroqlarni yonishini bilmadim. Bir 50 ming, 100 ming odam kutib tursa kerak har kun. Bu joyga ko'rishga ketayotganimda yo'lda to'xtab o'tmasam bo'lmas edi. O'rtoqlar, mana sizlarga yana bir chiroyli manzarani ko'rishga kelindim. O'zingizlar baho beringlar. Odam ko'pligidan bilishingiz mumkin. Chiroyli joy. Bu restoranimizni svetlari yonishiga qancha kam vaqt qolgan sari odamlar shuncha yig'ilishni boshladi. Ularni ko'rib, men o'zimda ham hayajonlarim ko'payib ketishni boshladi. Kutib o'tiribmiz hozir. Hamma yonimda bitta do'stimiz ham bor. Bu ham kutib o'tiribdi menga o'xshab. Odamlarning ko'pligidan qirg'og'i narigi tomoni ham odamlar bilan to'lib ketgan. Hamma bitta tomoshani ko'rgani kelgan. Do'stimiz ham rosa kutib qoldi. Lekin shunisi bilan qiziq. Ana boshlanyapti menimcha. Menimcha boshlanyapti. Davay. Bu vaqtdagi emotsiyalarni so'zlar bilan ta'riflash qiyin. Tumonat, bunaqa ko'p odam men ko'rmaganman umrimda o'rtoqlar. 1,5 milliard aholisi bor Xitoyni kimdir unchalik bo'lmasa kerak deb aytib qolsam mabodo. Shu videoni ko'rsatasizlar. Odam ko'p. Shunaqangi shovqin. Ovozim eshitilyapti degan umiddaman.
Ha, mana bu kadrlar esa ko'rsatuv boshida va'da qilgan manzaram. Tungi Chongqing. Ayniqsa restoranimiz tog'ga o'yib qurilgan 11 etajli Xitoy milliy uslubida qurilgan arxitekturaviy ansambl. Tomosha qilib ko'z to'ymaydi. Emotsiyalarga to'lib, bundan ham zo'r narsa ko'rmasam kerak deb turgan paytimda o'zimizdan 2 kilometr uzoqlikda oxirgi lokatsiyamizga bordik. Bu shaharda hamma narsani ko'rdim deb o'ylagandim. Adashgan ekanman. Nimadir boshlanyapti o'rtoqlar, nimadir. Muzikalarni eshitishingiz mumkin. Shahar chiroqlari o'chib yonyapti. Besh 6 mingta odam nimadir kutib turibdi. Bilmadim nimaligini. To'g'risi. Ishontirib aytaman, bu men umrimda ko'rgan eng zo'r shou. Prosta ko'zlarimga ishongim kelmasdi. Og'zim lang ochilib qolgan. Gapirishga so'z topa olmay qoldim. Shunaqangi bir katta shaharda bunaqangi bir katta dronlarni uchirish juda ham qiyin bo'lsa kerak, lekin shu narsaga arziydi o'rtoqlar. Juda chiroyli, juda ham. Ha, odam fantaziyasi chegara bilmaydi. O'zim dron uchirgan odam sifatida aytaman. Bitta dronni uchirish o'zi juda qiyin ish. Bu yoqda bilmadim, bir 10 mingta dron bo'lsa kerak. Yana hammasi o'zini o'rnida, har bitta detal, har bitta chiroq ideal joylashgan. Prosta wow. Bugun ko'rgan narsalarimdan eng chiroylilaridan biri o'rtoqlar. Menga bugunga yetadi. Bundan ham zo'rroq narsa ko'rishni holim yo'q. Bugun ko'rgan narsalarimdan eng chiroylilaridan biri. Bugunga yetadi. Bu shahar nomi Chongqing. Ishonavering. Tokio, Seul, Singapur. Bu shaharlar ancha orqada, hamma jihatdan. Bu shaharda ko'rsa bo'ladigan joylar juda ko'p. Ko'rsatuv shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Unutmanglar, dunyo xilma-xilligi bilan go'zaldir.
Bu shaharga to'ydim desam yolg'on gapirgan bo'laman. Bu joylarga yana qaytib kelishni albatta xohlardim. Balkim yana ko'rishib qolarmiz. Chonching eng katta taassurot qoldirgan shaharlar ro'yxatida birinchi o'rinda turibdi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.